Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana navbatdagi darvozamizni kraska sabab yakunladik. Sizlarga xudo xolasa bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu darvozamizni bo'yi 370 bo'ldi. Eni 4 metr. İki qavatli darvozamiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, materiallari chekka 8 ga 4, biri 7 stenada, ichi 6 ga 4, biri 7 stenada bo'ldi. Teyda alisimiz 1.8, ustida alisimiz 1.3. 2 qavatli darvozamiz. Bu ota eshigi. Bu tevadagi 50 sm promoga ochilmaydigan joyi. Kimga qanday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.300.000 dan tayyorlab berdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga o'rnatiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.